Umar jannat nechta eshigi bor? Salat, yavan, sadaka, affatı, fikirli ilim, iman, hak, jokat. Mashalloh, Umar jannatga birinchi bo'lib kim kiradi? Muhammad Rasulullah. Ummatidan birinchi kim kiradi? Yazır, ummatlar biriktirir. Jannatda hamma necha yosh bo'ladi? 33. Mashalloh, eng oliy jannat qaysi Umar? Firdavs. Mashalloh, Umar jannat eshigini poylaydigan farishtaning ismi nima? Dobraya. Yo, jannatga. İzava. Mashalloh, Umar jannatga kirish uchun nima qilish kerak? Akdeniz böyle, namazı göstererek, uğratı tuterek, yavaşça bilmezdirek, soğutturek, Umar jannatda nimalar bor? havalası uydura, parkları, moslarla, biznikle, yogur, Yogurt bor, o'g'lim. Umar, yomon bola bo'lsa qayerga tushadi? Duzak, Do'zaxda nima bor? çayam, krab, bunguz, Ular nima qiladi, Umar? takıladı. Umar, do'zax eshigini poylaydigan farishtaning ismi nima? Modik, Mashalloh. Umar, sen do'zaxga tushsam jannatgami? denizli. Jannah, it's all I